من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا تقل ما تشتهي إنه حي سعيد ما تشتهي Yer yüzüdeki 7 qit'aning biri bo'lgan Osiyo qit'asi bag'riga olgan bir go'zal yurt. 1,828,418 kilometrlik bir zamin. Uning shimolidagi Altay tog' tizmasi va o'ttirsidagi Tangritog' tizmasi, shundaqla janubidagi Ko'illon tog' tizmasi uning xalqining qiyniga singan yoritilishidan bosh egmas ruhini giganit gavdasi bilan namoyanda qilgan. Altay bilan Tangritog' tizmasidagi Saydam o'ymonligi va Tangritog' tizmasi bilan Ko'illon tog' tizmasi o'ttirisidagi Tarim o'ymonligi bo'lsa, shafqatga to'lgan onalarimizning bag'riga o'xshaydigan bu zaminning hech bir yerida garchi bo'lmasa-mu dengiz, okeandek bag'ri kang yuragi bor, shundoq xush havo, illiq bir makon, atrofida yoqsidan tortib ta etaklarigacha nurg'un davlat, husniga zinnat, jamoliga kashti bo'lgan. U aslida bir jannat makon. Yozlari salqin, qishlari qisqa, kuzda hosulluq, bahori gul puraydigan. Tog'lari egiz, bag'rida chiman, daryosi uzun, bag'rida doston cho'chak qaynaydigan. Chorvolari top-top, kangri yayloqlarga patmay o'tlaydigan, mevalari bal, jannat mevalariga o'xshaydigan, suvlari obiy hayot tanga davo, yurakka jon beg'ishlaydigan takli makon, ko'z yetkusiz cho'ng bir cho'l, sahroyi kabirdan farq qilmaydigan. Ajdodlarimiz yotidi shu tuproqlarda Sutuq Bug'ro Xandak, Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojibdak bizni islom bilan sharaflantirib, ilmi bilan yiroq-yiroqlarga nom shuhratimizni tarqatgan. U yana shundoq bir yurtki, Alloh ato qilgan bu ne'matlar bilan tarixlardan beri yovuz dushmanning hastidan ichini qaynatgan shum niyatlari bilan, tumur tapallari bilan ustimizdan hech voz kechib ketalmaydigan. Buningdan 63 yil burun keldi. Yana ismini almashtirib, asrlardan beri zaminimizga, qinimizga xumar ochko'z dushman tilini shekar qilib dedi va biz keldik sizga qilish uchun yordam, go'mindon jallodlardan qolgan yaralarga bo'lish uchun malham. Qoyimang biz uchun faqat, qolimiz 2 yil aron, tutmaymiz makon, qazmaymiz boyliq, uylaringiz bo'lsin faqat bizdek yo'lovchiga bir o'tang. Ah ko'ngil sodda xalqimizdan nurg'ullari aldandi buningga. Saldi payandaz marhamat deb tuzab surun, tushib usulga boshladi to'rga ularni bilgach shafqat farishtasi, chunki ular o'zlariga bergachki shundoq shum bir siyoq, shum bir rang. Ammo ketmadi ular. Chunki qasdi bo'lg'achqa o'z vatanimizni o'zimizga ega qilmaydigan, ularning nima uchun kelganligini bilgan, shum niyatlarini sezganlarning ba'zilari aylanib ov nishoni qilindi qurbon. Ba'zilarining sundirilib qanati, kesilib qo'l oyiqi, etilib ko'z quliqi aylanda tirik jasadga hech bir ruhi bo'lmagan. G'ozilarimiz tarqitildi hili bilan. Qo'mondonlarimiz yo'q qilindi plan bilan. Yo'q qilishga dinimizni, xalqimizni qurdi to'zoq turlik tuman. Kesildi sumbul chochlar, tushirildi oppoq soqollar, boshdan ilinib salli ro'mollar,
erlerge o'xshadi qizlar cho'kallar. Qarshi chiqqanga berdilar jazo. Köydürüp kitap, buzuştu mazar, iğil qilindi cho'shqig'i masjid, yuraklarga patmadi xo'rluq va izo. Qarshi chiqqanlar o'q nishoni bo'ldi. Turmalar o't yurak insonga to'ldi. Olimlar xorlandi, cho'lga palandi, yetimlar tullarning holi vayrandi, nadallar, johillar rahbar saylandi. Bilmasdan nurg'ini yovg'a aldandi, talandi boyliq, bulandi ochliq, o'ldi insonlar to'ymasdan zag'rinanga, suvdek umochqa, erishalmasdan kepanga, o'qilmasdan jinozasimi ko'mildi egisiz qari tuproqqa. Hur bir millat azod bo'lmasdan balki aylandi tutqun bir qulga. Lekin shunchalik zulm qirib yo'q qilish tugutalmadi. Yo'q qilalmadi millatimizning botir ruhini, qalbiga singan islom engini. Chunki tug'ilganda quloqqa tovlinib azon, bismillah bilan emitgach ona pok sutini, o'tda tavlangan shamsharga o'xshash yetishdi iz besib orqa-orqadan botir o'g'lonlar. Qutqizish uchun millat xalqini haqqoniy isyon, muqaddas jihad to'xtamadi hech. Biri besilsa yana biri qilib davom, yovning yuragiga bo'lib xanjar, bermay jallatga huzur va aram. Barın bir kichik yeza. Diyorimizdagi otishga tava bo'lgan, Qashqarga yaqin yegona tog'larni orqa qalqon qilgan. Chiqdi bu yerdan shundoq o'g'lonlar, izdab adolat, qo'g'lishib hurlik, aldı qo'liga yasab qurollar. Ular bu muqaddas jihad uchun melini, yoshligini, ota-onasini, farzandini, do'st yorini qo'yg'anti atab. Yep zag'rinan, içip dug' suvlarni, piyoda minib uzun yo'llarni, sinit to'pladi pulni, elish uchun o'q va qurolni. Qishning sovuqi, yozning tinjiqi, ishning tasliki qilmasdan ta'sir, mashqlarni qilishda davom. Ulardagi ulug'vor maqsad, ilohiy quvvat, maqsadi jihad, duosi shahid, umidi jannat, dushman quliqi angladi xabar, yuraklari pok evetti askar. Plandan burun başlandı jihad. Razil düşmanlar köp tuzaq qurg'ach, shahid sharbati ichdi ba'zisi, chekinmasdan yerida mustahkam turg'ach. Zarbi qaqshatdi düşman jinini, to'kdi o'ttirg'i butun hilini, qorshab yezini, ko'kdan va yerdan yog'dirdi o'qlar, hech to'xtamasdan. Aqchachliq ana, mo'y sipit dada, büşük bovuqi qalmadı aman. Öyler teşildi yağmur o'qlarda, qo'g'lab o'ldirdi etis qirlarda. Osmon yig'ladi, tuproq yig'ladi. Chunki bu yerda qalmadı jonliq, qalmadı inson. Zalim düşmanlar o'lsimi azroq, mujohidlarga fursat qalmadı. Etildi nurg'un, tutildi nurg'un, jazolanib ham esildi nurg'un. Bu bir tarix qanday yozilgan. Düşman qo'rqinchdan aqlidan ozg'an. Vatan uchun bu ajoyib dahshat o'g'lonlarimizdan ayrilib qolgan. Ayrilib qoldikmi desak aslida yo'q deb javob beradi bizdagi iymon. Chunki teni ko'milib tuproq ostiga, ruhi uchsimi arshi alog'a, har tomchi qondan tirildi ming jon. U shunda qon edi, hidi ipar va faqat g'aflat bosgan vijdonlarga qamchi uradigan. U shunda qonki, rangi qizil, tabiati pok, insonni haqqoniyatga chillaydigan. Isboti emasmi orqa-orqadan qo'zg'algan jihatlar. Düşman qo'rqinchdan chorasiz betirab, birimiz uchun ming askar bilan beshimizni tursimi qarab, hech qo'rqmasdan chiqishgan botir qiz o'g'lan, o'ldirilishlar, ko'ydirilishlar, kesilishlar, esilishlar qilsimi davom. Bilib tursimi düşman sonini, ko'rib tursimi jallod turqini, parvo qilmasdan chiqmoqda yana.
aqllarni asir qilg'achqa o'lmas bir hayot, mangulik jannat, jannatni bo'ston. Teşna bo'lgan ularga jannatning hurqi izlari. Ey barin, shehidlar yurti, ruhi ruhlarga ilhom bergan yurt. Sen uyg'otding jihad ruhini. Sendeki jur'at, sendeki g'ayrat, sendeki iymon bizdami bo'lsin. Shehidlar topdi jannat makonni. Sen yana uxlamsan ey Uyg'ur o'g'lani. Bu vatan sening, ular xo'rlagan iymonmi sening? Qo'g'lig'in yovni, qo'g'da iymonni, qo'g'da vatanni. Hamon o'lasan, hisob berisan, o'gan barindin, o'lmas o'g'landin. Olg'in ilhom ruh, shehid dadangdin, shehid tog'imdin. Qidilinglar bu sepga Turkiston erkakları her gün Ey shehid o'g'li shehid, besib izingni mongimiz turmay, Allah bizga mi shehidlik bersin, shehidlik amal, shehidlik orzu, tomirlarimizda jo'sh urib aqsin.